so'ng hozir akademiyaga keldim. Latviya davlatidagi Riga shaharchada o'qib 2 oy bo'ldi kelganimga. Hozir sizga necha bo'lish kerak? Balli necha bo'lish kerak? Erasmus boshqa davlatga borish uchun. Siz bilasiz. Latviya davlatining o'zini tili bor. Latviya darsimiz tugadi. Uyga ketishdan oldin bir magazin. Ovqat qilishi, kirlar yuvishi. Mana hozir ko'rsaman. To'ri qutidan tashqari. Salom azizlar, qalaysizlar, tuzukmisizlar? Meni ismim Munisa, kanalimga xush kelibsiz. Men O'zbekistonlikman, o'zbek qiziman. Men Begobod shahar, Toshkent viloyat Begobod shaharida tug'ilganman. Keyinchalik Sirdaryo viloyati Shirin shaharda maktabida o'qiganman. Maktabdan so'ng o'sha Sirdaryoning kolleji bor. Kollejni bitirib, hozir Latviya davlatidaman. Yevropaning kichkina Yevropa davlatiga kiradigan Latviya davlatining Riga shaharchasidaman. Bu yerda o'qish uchun keldim. Studentman. Qanday keldim? Student hayoti, shahar qanaqa, o'qish qanday bo'ladi, raspisiyalar qanaqa? Bugun ozgina tushuntirib beraman. Bugun havo zo'r. 2 oy bo'ldi kelganimga bu yerga. Birgalikda o'rganamiz. So, blue, control and organizational thinking, white, objective Mening kursdoshlarim. Mana bu ham mening kursdoshim. Where are you going, man? Where are you going? Stop. Ana yana kursdoshlarim. Hindistondan, Pokistondan, Afrika. Mana meni anaqa universitet mana. 2 ta korpus bor. Bu akademiya, dars bo'ladigan joy. Bu anaqa. Bunga ham kiramiz, anaqangi olamiz information. Bu yerda ham yarim darslar bo'ladi. Universitetdan so'ng chiqqanimizda, keyin bu tomonda ham universitet bor. Mana shu ko'chada 3 ta universitet bor. Universitetdan chiqqanimizda anaqa bor, arzon studentlarga supermarket. Kursdoshlarimiz bilan hozir darsdan keyin yana bitta paramiz bor, darsimiz bor, keyin anaqaga boramiz. Dars aylanganimi bironta joy plan qilyapmiz, qayerga borishni rejalashtiryapmiz. Bu Lalit, bu ham mening kursdoshim. Buni tanimayman, o'rtoqlarim. Universitetga ko'chamiz. Oldi tomoni. Shu yerdan chiqib shunday ochiq qolsak, mayda anaqa bor, magazin bor, ovqatlanadigan joy bor. Bepul parkovanный joy bor, parkovka. Qayerga boradigan bo'ldik? Siguldagami? What? For the car. You are saving money to buy a car. No. Yeah, here. Yeah. Now you have a car. You want a Ferrari, bro? Yo. Yeah, but Lamborghini. Shlidigan bola. Hi. Hi. Tell me about something about yourself. No, I'm shy. Okay. Bu
Mana bu yerda mana shakarsiz yozib qo'ygan ekan. Mana shakarli. Men shakarsiz ichaman. Mana buni tanladim. Bunday bossa chiqarib beradi. Mana bu yerga karta to'laydi. Bo'ldi. Kofe tayyor. Universitetimizda ichi. Общий zal, mana xonalarda konsertlar, yana shunga o'xshagan tadbirlar bo'ladi. Eski kollejim anaqasiga o'xshaydi. Eski kollejim shunaqangi joyi bordi. Zal, shunaqa zal. O'xshaydi o'sha kollejimga. Bizda hozir darsimiz nechida? 1da boshlanadi. Kirishimiz kerak. Universitet asmani logosi bu. Bizda akademiya. Baltic International Akademiya 1992-yil ochilgan. 22 xona. Bizda xonamiz. Talabalar, o'qituvchi. Здравствуйте. Hozir Latviya darsdamiz. O'rganamiz. Bu davlatda, Latviya davlatining o'zini tili bor. Latvian Valoda. Darsimiz tugadi. Uyga ketishdan oldin bir magazin kiyimlarni ko'rib ketaylik deb keldik hozir. Sport oyoq kiyimlari. Rigani markazi. Bugun hozir odam ham shunga ko'p. Tomonga. Qayerga? Maxima uch. Maxima degan magazin bor. Uyga produktlar. Studentlarning produktlar oladigan joyi. Maxima. Narxlarni ko'ramiz o'shda. Bugun havo yaxshimi? Arigo. Uch etажga magazin, kiyim, ovqatlanish joyi shuning ichida bor. Katta anaqa Maxima 3ga bormadik. Avtobusda odam ko'pdi chunki. Qarang, kamera mashina bor. Elimda men sim karta joyi. Haftalik 4 €mi tashlasa yonadi haftalik. Ketdik. Havo mashina birdaniga havo sovib ketdi. Endi asta uyga ketamiz. Bo'ldi. Aylanish tugadi. Trial time. Muzlab ketdi. Rigada yuboryapmiz. Biz u yerga boramiz, bu yoqqa boramiz. Shundan to'g'ri ketamiz. Boshqa yoqqa boramiz. Boshqa joyga, uzoq joygami? Sigulda boramiz. Quyosh bor, lekin anaqa lampochkaga o'xshaydi quyosh. Nima qilasiz ovqat? Bilmayman. Shu
talabalarga anaqa qiyinda, shu ovqat qilishi, o'zlari turib, o'zlari anaqa qilishi qiyin talabalarga. Uyida tayyor onasi, opasi qilaveradi. Mazza. Mazza, Mazza. Ke bolam ovqatingni ye deb bitta ichib aytmaydi. O'zing uchun o'lyapman. O'zing uchun o'ylayapsansan? Ochmisan? Nima qilyapsan deb hech kim so'ramaydi. To'qmisan? O'zing yuribsan? Mashinaga. Mashinka tashlaysiz? Mashinka Ba'zilari 2,5. ham hozircha 2,5 da 2,5 euro mashinka bitta yuvishi. 10 kilo tashlasa. Nota uma viatura, Quritish 2,5 5 euro bitta kiyim yuvish. Xonaga yoyib qo'ysa bo'ladi, lekin anaqa o'zi qurib qoladi. Shu anaqa talabalarda eng qiyin anaqasi shu, erkak bolalarga ovqat qilishi, kirlarni yuvishi. Maxima Brix kichkinasi, kattasiga bormaydigan kichkinasiga kiraveramiz. Ko'ramiz narxlarni. Hammasi o'zbek edi. Latviya xalqi yo'q, hammasi o'zbek. Nimaga shunaqa ekan? Siz boya nima dedingiz? Xuddi shunaqada. Men aytganim bo'lmasa mana Qanaqa qiling? pomidor, piyoz, bolgarskiy. Pomidor, piyoz bolgarskiymi? Bolgarskiy qimmat lekin qimmat, narxini hozir ko'raylik. Bolgarskiy qimmat. Qarang, mana hozir ko'rsaman. 450. Почти 5 euro. И bodring arzon aksiya. Avokado arzon. Nima olyapsiz? Qo'lingizga ko'katlar arzon, qimmat vashi. Ko'kat. Bugun tushib qolibdi. Meva 2 euro. Mana bunaqasi ham bor ekan, qorasi ham bor ekan, qarang. Siz nima olmoqchi edingiz? Alkogol. Studentlarning har kuni anaqasi. Nima ovqat qilaman, kechki. Rolton olmoqchimidingiz? Achchig'idan olaman. Non bormikan? Uyda. Nonga lekin vibr vashi zo'r. Ha, zo'r, bilasizmi? Nonga vibr. Soshiska kolbasalar. Yoğurt, mayonez. Milkshake. Latviyada, Riga shahrida men Boltiq akademiyadagi biznes, ya'ni rivojlantirish, yakka tadbirkorlik bo'yicha yo'nalishda o'qiyapman. Bugungi o'tgan mavzuimiz shu creative thinking, ya'ni ijobiy fikrlash haqida. Yozuvchilarni kitoblarini bizga presentation qilib qo'yib berdi darsda. Keyin
Ya'ni hammasi bitta narsani aytyapti. Shu yozuvchilarning hammasi bitta narsani aytyapti. Biznesda bo'lsa ham, hayotda bo'lsa ham, pul topish bo'yicha ham, o'zini maqsadlariga erishish bo'yicha ham hamma yozuvchi bitta narsani aytyapti. Ijobiy fikrlar, pozitiv fikrlar, ya'ni outside of boxmi, qutidan tashqari, to'rtburchakdan tashqari fikrlar, ya'ni kengroq fikrlar deb shunaqa aytgan. Hamma tomonlama inson o'zini kelishtirsa, o'zini rivojlantirganda ham shu fikrlarga e'tibor bersagina o'zini maqsadlariga tez va oson va problemalarini tez va oson hal qila oladi. Shu haqida gaplashdik. Bu yerdagi men 2 oydan beri shu shaharda yashayman, Rigadaman. Insonlar haqida, bu yerdagi insonlar haqida gapiradigan bo'lsam, hali uncha yaxshi bilmayman. Endi o'rganyapman siz bilan birgalikda. Yomon emas, o'qish ham yomon emas. Faqatgina hamma studentlar ishiga boradi, o'qishiga boradi, yana o'zini hobbilari hamma bitta o'zi. Yolg'iz. Hamma bitta o'zi. Yevropadagi insonlar ham xuddi shunaqa deb o'ylayapman. Robotga o'xshab ishiga boradi, uyiga keladi. Masalan, bizda to'ylar bor, to'yga borasiz, bayram bor. Xatyabi bo'sh qolganingizda qarindoshingizga telefon qilasiz, qalaysan, yaxshimisan, nima qilyapsan? Bu sistematika endi o'rganyapman. Yevropada unaqa emas ekan. Hamma robotga o'xshab to'g'ri boradi, to'g'ri keladi. Keyin ishlash sistemasi juda ham asta. Shoshilishmaydi insonlar hech qayerga. Men o'zim juda ham tez qilish xohlayman. Masalan, meni ichim anaqa shoshib ketadi. Bir narsa qilmoqchi bo'lsam, shoshilib qilishni yaxshi ko'raman. O'rganib qolganman balki. Bu yerda unaqa emas. Hamma asta. Marketga borsangiz, magazinga borsangiz, kassada tursangiz, bemalol, tez harakat yo'q. Insonlar bemalol borishadi, qilishadi. Yaxshi, unda bugungi video yoqqan bo'lsa, sizga foyda keltirgan bo'lsa, sog' bo'linglar.